Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Men Sumayya. Men bugun sizlarga Taychoqning daryodan o'sishi degan hikoyani o'qib beraman. Taychoqning daryodan o'sishi. Yap-yeshil o'rmonlikda bir taychoq yashaydi ekan. Taychoq har kuni atdeganda badan chiniqtirg'achqa nihoyatda tez yuguradigan bo'lib ketibdi. Kunlarning birida kaptar unga bir parcha xat ilib keldi. Aslida u yayloqda o'tkaziladigan tanharakat musobaqasiga taklif qilingan ekan. Nihoyatda yaxshi bo'ldi, cho'qim birinchilikni olaman deb o'ylabdi Taychoq xushal bo'lib. Yayloqqa borish uchun nihoyatda uzun yo'l yurishga to'g'ri keladi ekan. Taychoq to'xtamay yuguribdi. Taychoq yugura bir daryoning bo'yiga keldi. Daryo suvi sharqirab oqayotgan ekan. Taychoq daryodan zodi qochlik chuqur ekanligini bilolmabdi. U da shu chog'da bir kalani uchratib qapti. U kaladan, "Ha, kala, daryo suvi chuqurmi?" deb baqiribdi. Kala, "Chuqur emas, men hozirla daryoda kechib o'tdim. Suv aram pochqimga keldi." deb javob beribdi. Taychoq bir o'g'loqni uchratib undan, "Hey, o'g'loq, daryo tezmikan?" deb so'rabdi. O'g'loq, "Ya, tez emas. O'tmaga menmaya shaqirga qo'ydi desam, juda qoldim. Cho'mish amalsiz qaytib chiqdim" debdi. Kala tez deydi, o'g'loq chuqur deydi. Zodi qaysini aytgani to'g'ridir? Taychoq daryoga qarab ikkilanib turib qoldi. Ana tiyin daraxt ustida u yoqdan bu yoqqa sakrab, Taychoq uchun boshqa turibdi. Ana tiyin Taychoqqa, "Taychoq, kala bilan Allohning aytganlari to'g'ri. Sen kalangni ishlatib yaxshiroq o'ylab boq" debdi. Taychoq bir oz o'ylagandan keyin, "Kalaning bo'yi egiz bo'lg'achqa daryo suvini tez deydi. Allohning bo'yi paqir bo'lg'achqa daryo suvini chuqur debdi" deb yakun chiqaribdi. U axir o'zi sinab ko'rmoqchi bo'pti. Taychoq ehtiyotkorlik bilan daryoga tushibdi. Suv bora-bora uning tizidan qursiqni eshib ketibdi. Daryo o'rtasiga kelganda suv uning marasini eshib, bo'yning atrofiga mavj urib ketib yiqibdi. Taychoq qirg'oqqa oxiri silkinayotgandan keyin, "Har qanday ishga yo'lsam oldi bilan atrofimni o'ylab, ondan o'zim sinab ko'rsam bo'lgudek" deb o'ylabdi. Taychoq badanini quritib bo'lgandan keyin tanharakat musobaqasi boshlanib ketmagaydi deb yayloqqa qarab chiqqandek chepibdi. Xo'sh do'stlar,